Ona uchun oilasidagi muqaddas makon, farzandlaridagi suyukli inson yo'q. Ona oila baxti, tinchligi, ayniqsa farzandlarning baxti saodati uchun erta-yu kech qayg'uradi. Ammo afsuski, oramizda o'z nomini, sha'nini bulg'ayotgan, farzandini pulga sotayotgan onalar ham bor. Surxondaryoda ana shunday holat sodir bo'ldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan 4 kunlik qiz farzandini 25 million so'mga sotib, boylik orttirish maqsadida jinoiy reja tuzgan ayolga nisbatan sud hukmi o'qildi. Farzand oilaning asosi, turmushning gultoji va yaratganning bergan oliy ne'matidir. Jamiyatimizda qanchadan qancha juftliklar yillar farzand kutadi va ularga beriladigan farzandning o'g'il yoki qiz bo'lishi ahamiyatsiz. Biroq oramizda shundaylar borki, inson atalmish xilqat nomiga dog' tushiradi. Ular jigar go'shasi uchun narx belgilab bozorga sotmoqchi bo'lishadi. Gap shundaki, 1993-yil Surxondaryo viloyati Termiz tumanida tug'ilgan ayol 2024-yil 25-yanvar kuni tug'ilgan farzandini ushbu tumanda istiqomat qiluvchi 1982-yilda tug'ilgan ayol bilan bir guruhga birlashgan holda sotish orqali moddiy boylik orttirishni maqsad qilishgan. 9 oy davomida vujudida olib yurgan va 4 kun quchoqda bo'lgan farzandining issiqqina taftini 25 million so'mga baholagan ayol hamda uning jinoiy sherigi kelishilgan pullarni olayotgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlar tomonidan qo'lga olingan. Ushbu holat yuzasidan to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudining ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Unda guvohlar hamda tomonlarning fikrlari tinglanib, sud hukmi o'qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Jinoyat kodeksi 135-modda 3-qismining A bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 6 yil muddatli ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tkazilsin. Jazoni o'tash 2024-yil 30-yanvar kunidan boshlab hisoblansin. Oradan yillar o'tar, loyihalangan suvlar tinar, sud tomonidan berilgan jazo muddati ham tugab bitar. Biroq jigar bandini pullamoqchi bo'lgan ayolning oz bo'lsa-da vijdoni qiynalib, onalik mehri uyg'onarmikan? Bunisi bizga qorong'i. Bekzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.